ko'zingizni ochishingizdan yana ishga deb xayol bilan uyg'onayotgan bo'lsangiz, siz ishga ketmayapsiz, siz ibodat qilgani ketyapsiz. Chunki halol yo'l bilan farzandlaringizni ro'zg'orini to'ldiraman deb ishga ketyapsizmi? Bu ibodatga kiradi. Odamlar hamma 5 vaqt namoz o'qib ibodat qilsa, siz ertaga kech ishlab halol yo'l bilan pul topyapsizmi? Bu degani ibodat qilib pul topyapsiz degani. Inshaalloh savol-javob kuni siz har bitta qilgan amallaringiz uchun, har bitta ishlab halol yo'l bilan pul topganingiz uchun Alloh o'zi ajrlarni tayyorlab, jannatlardan qasr tayyorlab qo'yganini ko'rib, o'zingiz quvonganingizdan his qilasiz. Ey Allohim, men bunchalik ibodat qilmaganman degan paytingizda, Alloh sen farzandlaring uchun ota ham, ona ham bo'lib kerak bo'lsa, halol mehnat bilan pul topganmiding? Farzandlaringni taqvo bilan halol luqma yedirganmiding?